31 gram natriy oksidi 69 gram suvda eritilganda hosil bo'lgan eritmaning foiz konsentratsiyasini aniqlang. Reaksiyani yozib olamiz. Natriy oksidi suv bilan reaksiyaga kirishib, natriy gidroksidiga aylanadi. Lekin suvni hammasi ham reaksiyaga kirishavermaydi odatda. Qanchadir miqdori kirishib, qanchadir miqdori qolib ketadi. Reaksiyaga kirishmaydi. Va qoldiq suv o'sha reaksiyaga kirishmasdan o'z holicha reaksiyadan keyin ham suvligicha o'tadi. Ya'ni qolib ketgan suv, reaksiyada qatnashmay qolib ketgan suv. Reaksiyada qatnashgan suv natriy gidroksidi shu tarkibida bo'ladi. Hosil bo'lgan modda. Endi natriy oksidi 31 gram ekan va suv 69 gram ekan. Demak 69 gram suvni hammasi ham kirishmagan, qanchadir kirishgan. Reaksiyadan chiqqan, qanchadir kirishmasdan o'z holicha chiqqan. Endi massani saqlanish qonuni bor. Reaksiyadan oldingi moddalar massalar yig'indisi reaksiyadan keyin hosil bo'lgan moddalar massalar yig'indisiga teng degan massani saqlanish qonuni bor. Demak, reaksiyadan oldin topamiz. 31 gram 69 gram edi. Demak, massa umumiy 31 ga 69 ni qo'shamiz. 100 gram. Demak, umumiy 100 gram bo'lgan bo'lsa, chap tomonda, o'ng tomonda ham umumiy 100 gram chiqishi kerak. Demak, chap va o'ng tomon, ya'ni reaksiyadan oldingi moddalar massalar yig'indisi reaksiyadan keyingi moddalar massalar yig'indisiga teng bo'lsa, demak 100 gram bo'lsa, bu ham 100 gram bo'ladi. O'ng tomonda faqat eritma bor, ya'ni natriy gidroksid va qolib ketgan suv. Bular demak hammasi 100 gram ekan. Demak, massa eritma 100 gram ekan. Bu demak o'sha massani saqlanish qonuni orqali bilib oldik. O'zi aslida alohida topsa ham bo'ladi. Ya'ni qolib ketgan suv necha gram, demak bu yerda ham shuncha gram va reaksiyada hosil bo'lgan natriy gidroksid topib qo'shsa ham bo'ladi. Baribir 100 gram chiqadi, farqi yo'q. Massasi demak natriy gidroksid 31 gram bo'lsa, molini topib olamiz. Massani nimalar massa bo'ladi? Massasi 31. Molar massasini topamiz. 23 dan 2 ta bo'lsa 46 ga 16, 62. Natriy oksidining moli topildi. 0.5 mol ekan. Natriy gidroksidi molini topish kerak. Koeffitsiyenti 1, koeffitsiyenti 2. Demak, x topish uchun proporsiya orqali topamiz. 0.5 ni 2 ga ko'paytirib 1 ga bo'lamiz. 1 mol. Ya'ni reaksiya 1 ga 2 bo'lsa, bu 2 barobar ko'p ekanda. Yarim mol bo'lsa, u 1 mol bo'ladi. 2 ga ko'paytirilganda shunaqa tasavvur qilsa ham bo'ladi. Demak, buni moli topildi. Endi massasini topamiz. Massani topish formulasiga qo'yamiz. Massa mollar molar massaga ko'paytiriladi. Moli 1 mol. Molar massasi 23, 16, 1. 40 bo'lar ekan. Demak, massasi topildi. Endi foiz konsentratsiyani toping degan W bilan belgilanadi. Demak, foiz konsentratsiyani topish formulasi massa 1 massa umumiyga bo'lamiz. Massa 1 erigan moddaning massasi, erigan modda natriy gidroksid. Demak, 40 gram ekan, 40 ni qo'ydik. Massa umumiy eritma massasi. Massa umumiy, ya'ni eritma massasi 100 gram ekan. Massa umumiy deganda bu eritmani nazarda tutildi. Eritma deb yozsam bo'ladi. Massa umumiy deb yozsam bo'ladi. Demak, eritma 100 gram bo'lsa, 100 qo'ydik. 40 ni 100 ga bo'lsa 0.4 chiqadi. Uni foizga o'tkazish uchun 100 ga ko'paytiriladi. Ya'ni qism bilan foiz 100 martaga farq qiladi. Qismdan foizga o'tish uchun 100 ga ko'paytiramiz. Foizdan qismga o'tish uchun 100 ga bo'lamiz. 100 martaga farq qiladi. Demak, qismdan foizga o'tdik 40% ekan. Buni proporsiyada topsa ham bo'ladi. Proporsiyada topish uchun demak, eritmaning massasi 100 gram. Eritma bu hammasi umumiy degani. Demak, 100 gram 100% da bo'ladi. Erigan modda massasi 40 gram. Demak, 40 gram necha foizda? X topish uchun 40 ga 100 ga ko'paytirib 100 ga bo'lamiz. Demak, 40% chiqar ekan bunda ham. 100 bilan 40% o'zi chiqar ekan. Natriy gidroksid 40% ekan. Proporsiyada ham, formulada ham, proporsiyada ham 40% chiqdi. Foiz konsentratsiyasi bir xil. To'g'ri javob D varianti.